100 xil kasb qilganimning bugun 7-si. Ya'ni men bugun doğrucha chiqishchi. Deganda onam aeroplan uchirishni o'rgansa deb meni mono ustozga mush aeroplanni qanday uchirtib balamga o'rgating, balamni bir kunlik mishaga shogirdlikka akab berganmi bo'ldi. Doğrucha uchun tukcharni elib, mashinaga besib, bir qator yanpallarni assak itib, biz yo'lga chiqqanmi bo'ldik. Bu mashinaga chiqib qolasam bir asar adiqidaylam ko'rindi. O'zinglarni ko'rib boqinglar, 2000-nechchi bu mashina. Kuchug'an do'konning oldida to'xtaganmi bo'ldik? Divan shirkatining Vitamax'dan 3 ta olyapman qa. Vitamax chiqqanmi qapsiya? Bak yaxshi ekan balam bu. Hozir chiqarsiz-ku? Hozir chiqqan. Baklavka. Ey rahmat. Shunda qilib Vitamax ichimlikini ichib qana o'zimizning yo'liga ravon bo'lganmi bo'ldik. Bu mashinaniki nimishqa asari atriqidek bo'lib ketganligini oxir tushundim. Shunda qilib doğru chechish uchun doğru chechishning oldin tayyorliklarini boshlab ketganmi bo'ldik. Hozir degan texnika ajoyib ilg'or ekan, mushu aeroplanning o'zini faqat telefon orqali boshqaramiz ekan. Sizlarga bir qator tushuntirib qo'yay. Aeroplanning uchishdan burun eng avval mushu yer shaklini xaritaga olamiz ekan. Ertasiga 4 bujak olgan ekan, 4 tane bujakka birdan-bir parchamizni berib, chikitni mayadin mundaq qisqa chikitni qo'yib o'tib bo'lgandan keyin uni keyin qaytib kelsak, mana xaritaga kelar. Xaritaga elingan mavo mana endi xaritaga elingan mushu doirninki xaritaga elingan mushu etizliqning doirasidan tashqi aeroplan chiqatmayotgan. Shunda qilib aeroplanga doğru qachilashni boshladik. Uchishdan burun bexatarlik uchun aeroplandan 10 metr nariga bortgan bir ish bor ekan. Shuning bilan qadamni ilib 10 metr nariga berib qolib uchishga buyruq bergan bo'ldim. Aeroplanni o'z qo'lim bilan qo'zg'atib, uchitib, doğrucha chiqib boshlab ketganmi bo'ldim. 5 minutga yetmagan vaqt ichida do'rni chechitganni chechib, aeroplan o'z o'rniga qaytib kelganmi bo'ldi. Nima uchitgan yo? Ha? Nima uchitgan? Uchatgan. Uchitgan bilan. Salomat qocham to'xa malimni akaldi. Bildi do'rcha ochgan bo'ldik. Kashkichi malimni men qo'yib bermayman. Kashkichi menga yordamchi jutdi. Aynan chachliq bo'ldi emasmi? Kashkichi chasa qo'ydim malim yana. Anıza tıqqanlar yeni bir yerga berib chachqudaymiz. Ba to'xa malimni akappasin Açı digenler, zopun çıkınlar, yoki olmasa pün üçün gezinglar. Mümkün bolsa yüreklerini biringlar. Rahmet azizler.